Kavkazda qanday qiz ayollarni xotinlikka olishmaydi? To'g'ri, azaldan Kavkaz taraflarida barcha ayollar albatta turmushga chiqish haqida afsona kezib yuradi. Lekin real hayotda unday emas. Shunday qizlar, ayollar borki, Kavkazda ularni hech kim xotinlikka olmaydi. Xo'sh, ular kimlar? Hozirgi dasturimizda shu savolga javob topamiz. To'g'ri, dasturimiz davomida siz biror yangilik eshitmasligingiz mumkin. Chunki Kavkaz va bizning xalqlarimiz orasida juda ko'p o'xshashliklar bor. Qolaversa, hozir sanab o'tiladigan ba'zi xotin-qizlarga dunyoning boshqa joyida ham uylanmagan bo'lishardi. Shunday bo'lsa ham, videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Ajrashgan va beva ayollar, Kavkazda aksariyat erkaklar bokira qizlarga uylanishni ma'qul ko'rishgan. Undaylar nuqson va kamchiliklardan xoli deb hisoblashgan. Eri o'lgan yoki eri bilan ajrashgan. Buning ustiga oldingi turmushdan bolalari bor ayolni hech kim xotinlikka olmasdi. Ajrashganlarni-ku gapirmasa ham bo'laveradi. Eri bilan bu ayol ajrashdimi, demak qandaydir yomon jihati bor deb o'ylashgan. Agar ajrashish ayolning tashabbusi bilan amalga oshirilgan bo'lsa, erkaklar bu ayolga qayrilib ham qarashmagan. Xasta ayollar, Kavkazda ayolning birinchi bajaradigan vazifasi turmushga chiqish va farzandlarni dunyoga keltirishdir. Ko'p asrlardan beri shu aqida o'z kuchida qolmoqda. Agar ayol surunkali xastalikka yo'liqqan bo'lsa, unga hech kim uylanmaydi. Masalan, kunlarning birida ingushetiyalik bir ayolning ko'z yorigan payt chaqaloq o'lib qolgan. Ayolning o'zini esa ichki a'zolari jiddiy zarar ko'rgani sababli jarrohlik amaliyoti yordamida farzand ko'rish imkoniyatidan mahrum etishdi. Shu voqeadan so'ng sho'rlik ayolni eri uydan haydab soldi. Albatta, Kavkazda ham boshqa yerlarda ham peshonaga tushganiga sabr qiladigan insonlar ko'p. Lekin Kavkazda bunday kamchilik va nuqsonlarga jiddiy e'tibor qaratishadi. Nikohsiz jazman bilan uchrashadigan ayollar. Bunday ayolga Kavkaz xalqlarida juda past nazar bilan qarashadi. Chunki bu hududlarda hatto ayol eri bilan ajrashgan yoki beva qolgan bo'lsa ham nikohsiz o'ziga jazman topishi taqiqlanadi. Bu g'urur paymol bo'lishi, nomusdan ayrilish deya baholanadi. Grozniyda yaqinda sud Sulton Davudbekov degan erkakni 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm e'lon qildi. U qizini begona erkak bilan uchrashayotgandan xabar topgach o'ldirib yuborgandi. Albatta bu achinarli va dahshatli holat. Balki bu Kavkazdagi eng katta kamchiliklardan biridir. Ma'lumot olishga intiluvchi ayollar. Kavkaz taraflarida oliy ma'lumot olishga, boylik orttirishga, rahbarlik lavozimlarida ishlashga, mustaqil hayot kechirishga oshifta qiz-juvonlarni ham turmushga chiqishi og'ir kechgan. Hozir zamon boshqa, 21-asrda yashayapmiz. Agar xotin-qizlar bilim olishga intilsa, buni nimasi yomon? Axir kelajakda farzandingiz ham xuddi sizdek va ayolingizdek aqlli, bilimli bo'lishadi-ku. Farzand ko'proq ona tarbiyasini olishini hisobga olsak, ayolning bilimli bo'lishi farzandning kelajakdagi muvaffaqiyatiga katta hissa qo'shadi. Lekin Kavkazda erkaklar undaylarni eriga bo'ysunmaydigan, eridan ko'p pul topishga urinadiganlar sifatida qoralashgan. Bunday xotin oilada yetakchilik qilishidan, tili uzun bo'lishidan cho'chishgan. Agar yigit o'z xohishi bilan ma'lumoti oliy qizga uylangan taqdirda ham qalin pulini o'qimagan qizga nisbatan ancha kam berishgan. Shu bilan dasturimiz yakuniga yetdi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling.